O'rga borgandan keyin birinchi etaj 8-xonasiga shunday oparib kirgizdi. Savol javob qildi. Hayvon qilmaydi, hayvon qilmaydi. O'zbekistondagi ichki ishlarda qilib turgan ishini endi bu bala aytib beryapti. Bo'lmadi, yuraklarim borki larzaga keldida, shu joyi bo'lsa borki shu so'kalardi borki, urush ko'rganmiz. Maydalab tashlasang o'sha ichki ishlar uchastkovoyni, boshqalarni oyoq qo'lini bo'ylab, tokka tiqib aytyapti, mujik borki, suyayim ko'rinib ketdi deyapti, qulog'imdan tokka tiqdilar deyapti. Qilmagan ishimni bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lib deyapti. Uchastkovoy opber. Bilan bu qayerga qarab ketyapsizlar? Ertaga birikmasanglar, indin kech bo'ladi. Hali bu boshlanishi bo'lyapti. Valloh odamlar, o'zbeklar bir yoqdan bosh chug'urib borki, bular kim bular? Bular xalq himoyachisimi? Bular xalq dushmani-ku, ichki ishlar shunaqa qilib hayvon darijol qilmaydi buni. Majushlar qilmaydi, inson qilaydigan ishni qilmagan bular. Shunchalik bu balani qiynaganlar, o'tib ko'rsanglar borki, bular joning chiqib ketadi-da. Shunchalik ham sizlar, aytmay qaranglar. Sanlar musulmon emassanlar. Sanlar musulmon bo'lsang agar o'sha O'zbekistondagi ichki ishlar o'sha ishni qilganlar, men dindan voz kechaman agar sanlar musulmon shitat qilsang o'zingni agar. Shunchalik ham qiynaysanmi? Bular bu gapirib beryapti, qonim qaynab ketyapti-da, joyi bo'lsa borki sanlardi borki, bular buni urib tashlasa-da bular kim emas, bilan itdan tarqagan g'ardi balas shunaqa qilib ham birovni balasini qiynaysam, shunchalik nima O'zbekistonda shahar bedarvoza bo'lib qolganmi? Egasini tonimaydim. Karim buvon davrida ham bunchalik borki qiynoqlar yo'q edi. Men o'tganman Karimovni davrida. Unaqa qilib borki qiynamasdik, hayvon qilmaydi u narsani, itdan tarqagan g'ardi balasi, ayas fohisha. Qaysi unaqa qilib kim huquq berdi senga? Senga o'sha berib qo'ygan pagonni kim berib qo'yibdi? O'shanga la'nat bo'lsin. Og'zingga qotoq. Ocholmadingmi protokol, epizod ocholmayapsanmi? Ko'tingni qiz, pagon olaman, zvaniyam o'shadimi deydi. Hayvon qilmaydi sanlar qilgan. Videoni o'tib ko'ringlar, bilasizlar. Ko'rgan bo'lsanglar ham kerak videoni, men jonim chiqdi, majbur bo'ldim video chiqarish.